Bu video yo'riqnoma OneID yagona identifikatsiya tizimiga qanday usullarda kirish to'g'risida bo'ladi. Birinchi o'rinda ixtiyoriy veb brauzerga Google Chrome bo'ladimi yokida Microsoft Edge, Safari, Yandex kabi brauzerlar bo'ladimi, hammasida domen nomi bir xil. OneID xuddi shu ko'rinishda yozamiz va Enter tugmasini bosganimizda bizga birinchi o'rinda OneID ni o'zini platformasini birinchilikda chiqarib beryapti. Xuddi shu ustiga bosamiz va bizni shu oynaga olib keladi. Bu yerda bizda 4 xil kirish usuli bor: login, mobil ID, elektron raqamli imzo va QR kod orqali. Birinchi o'rinda login orqali qanday kiramiz degan savolga, login va parol bizga OneID yagona identifikatsiya tizimidan kelgan SMS orqali oldindan berilgan bo'ladi. O'sha login parolni kiritish orqali biz kiramiz OneID ga. Men o'zimni masalan login parolim oldin borligi uchun Google Chrome menga o'zi chiqarib beryapti. Parolni ham kiritaman bu yerga. Parol va login kiritgandan keyin kirish tugmasini bossam, meni yo'naltiryapti. Kirdim men. Endi chiqish tugmasini bosamiz va bu login parol yo'q foydalanuvchi qanday OneID ga kiradi degan savolga, bu yerda login yoki parol yodingizdan chiqdimi degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bosamiz va bizga login parolni qayta tiklash oynasini ochib berdi. Bu yerga biz o'z jismoniy shaxsning identifikatsiya raqamini kiritamiz, 14 talik pasportdagi raqamimizni va shu pasportga olingan telefon raqamimizni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng SMS yuborish degan tugma xuddi mana kirish tugmasiga o'xshab ko'k bo'ladi va uni bosganimizdan keyin bizni xuddi shu raqamimizga OneID dan login va parol, yangi login va parol beriladi. O'sha login parolni kiritish, bu yerga kiritish orqali biz xuddi hozir men o'zimni akkauntimga kirganim kabi kirish tugmasini bosib kirib ketamiz. Mobil ID orqali qanday kiramiz? Mobil ID orqali biz o'z pasportimizga olingan raqamni bu yerga kiritamiz. Masalan, men o'zimnikini kiritsam, kiritdim va SMS yuborish tugmasini bossam, bunday ma'lumotga foydalanish mobil ID tizimidan ro'yxatdan o'tmagan deyapti. Siz oldin mobil ID tizimidan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizga mobil ID orqali SMS bermaydi. Bu qanday mobil ID dan qanday ro'yxatdan o'tamiz degan savolga, telefonimizga mobil ID degan mobil ilovani yuklab olamiz va shu mobil ilovaga bir marta OneID orqali kiramiz. Kirganimizdan keyin bizga albatta bu yerda mobil ID orqali kirish imkoniyatimizni beradi. Ya'ni shu raqamimizga bizga SMS yuboradi. Uchinchi usulda qanday kiramiz degan savolga, elektron raqamli imzo. Bu bizga Davlat xizmatlari agentligidan beriladigan elektron raqamli imzo bo'ladi. 1 yilga adashmasam yo 2 yilga beriladi bu. Pullik xizmat hisoblanadi, pulga sotib olinadi. Bu elektron raqamli imzoni qanday yuklash, qanday kirish to'g'risida ham hali video yo'riqnoma qilamiz. QR kod orqali qanday kiramiz? Yaqinda ishga tushgan bu usul OneID mobil ilovasi orqali telefonimizdan oldin OneID ga kirgan bo'lishimiz kerak va OneID ga kirib olganimizdan keyin telefonimizdagi skaner qilish funksiyasi orqali shu QR kodni skaner qilamiz va birdaniga bizni OneID platformasiga yo'naltiradi. Biz eng oson usuli, eng ommabop va ko'p foydalanadigan usul login parol orqali kirishni bosamiz. Kirish tugmasini bosaman, meni o'zimni kabinetimga yo'naltirdi.